O'z diqqat e'tiboringizni saqlash. Ko'pchilik haydovchilar haydash paytida og'ir chalg'ituvchi holatlardan qochish kerakligini bilishadi. Masalan, haydash vaqtida video tomosha qilish, kitob yoki gazeta o'qish. Ammo hatto kichik harakatlar, masalan, ovqat ochish yoki radio sozlash ham xavf tug'dirishi mumkin. Xavfsiz haydash uchun 4 ta muhim qoidaga rioya qiling. Yo'lni doimiy skaner qiling va oynalarni tekshiring. Asboblar paneldagi indikatorlarni kuzatib boring. Transport vositasining muhim boshqaruv elementlarini to'g'ri ishlating. Doimo to'liq boshqaruvni saqlang. Har qanday chalg'ish ushbu vazifalarga diqqatni pasaytiradi va baxtsiz hodisa xavfini oshiradi. Atrofdagi chalg'igan haydovchilarni aniqlash. Barcha haydovchilar professional darajada haydashga jiddiy qaramaydi. Ularning ish joyini yo'qotish xavfi yo'q. Shuning uchun telefon orqali yozish yoki qo'ng'iroq qilish bilan chalg'ib qolishlari mumkin. Chalg'igan haydovchilarni aniqlash uchun quyidagilarga e'tibor bering. Haydovchining qo'lida telefon ushlab ketayotganini ko'rsangiz, boshini juda ko'p buradigan yoki notekis harakatlar qiladigan haydovchilar. Mashina ichida to'satdan harakat qilish. Bu haydovchi e'tiborini yo'qotgan bo'lishi mumkinligini bildiradi. Boshqa mashinalarning ichini kuzatib borishni odat qiling. Boshqa ogohlantiruvchi belgilar. Tez harakat qilayotgan haydovchilar. Agar haydovchi qo'shiq aytayotgan, telefonda gaplashayotgan yoki yo'ldan chalg'igan bo'lsa, u tezlikni sezmasligi mumkin. Noto'g'ri tezlik o'zgarishlari, tezlashib keyin sekinlashish ham chalg'ish belgisidir. Juda sekin haydayotgan haydovchilar, ular atrofdagi harakatni sezmasligi mumkin. Boshqa mashinalarni to'sib qo'yish ham haydovchining e'tiborsizligini ko'rsatishi mumkin. Yo'l qoidalarini buzish, masalan, svetoforlarni e'tiborsiz qoldirish ham chalg'ish belgisi hisoblanadi. Yaqindan ergashish, tailgating. Bu haydovchi chalg'iganligi yoki sabrsizligi belgisi bo'lishi mumkin. Bu belgilarni erta aniqlab, xavfsizlik choralarini ko'ring.